Короче, mis aliminga pizdes o'tirib qoldim-da. Mis alimin u lixaratgacha bo'lib qoldim. Mis alimin o'g'irlash emas, shu bilan o'g'irlikka kiradi deb o'ylamayman. Turba shunday narsalar tortib ketaverardim-da. Turba topamanmi? Agaroddagi bor nerja ekan sotib oldim. Keyin o'zi dadam toklarni bog'lab qo'ygan ekan, uzun tokini sim bilan. Qarasam missim, hamma tokni yechib chiqdim bilay. Tok uzumdi toki. Toklar osilib yotibdi. Bir 700 gram mis yig'dim. Keyin mis kilosi qimmatligini bilib qoldim. Bordim, sotdim, mis kilosi qimmat. Endi mis qidirishga o'tdim, ves muborakdan. Birinchi etajda bitta jalab turardi-da. Jalab konditsioneri bor edi, BK. Bilasizlar, BK konditsionerni. Bu yoqdan tortdim BK konditsionerni, bilay. BK konditsionerning ichida radiatori bor, mis. Radiator misni oldida Jonik degan og'aynim bor, 4-etaj turadi. Kakras Jonik 4-etajda, 1-etaj chap tarafda o'sha jalab turadi. BKni borib misini sotdik-da, qaytib kelib o'sha jalab sikdik. Jalab bilganim yo'q, bilay. O'zini konditsioneri bilan o'zimiz sikdik bular.